159 ming dollarga 2 etajli tayyor hovlimizni do'stlar obzorini qilgan ekanmiz. Men hozir hovli qismida turibman. Ko'rib turganingizdek oppoq travertinli qilingan. Undan tashqari bu hovlimizda do'stlar tayyor neoklassik uslubida remonti bo'lgan. Undan tashqari podvali ham bor. Qaranglar do'stlar, men hozir hovli qismida turibman. Bu yoqda o'zini yozgi kuxnyasi qilib qo'yilgan. Undan tashqari hojatxonasi ham bor. Ko'rib turganingizdek tepasida katta navesi, даже lyustralargacha ham osib qo'yishgan ekan. Bu ustunlarni ham chiroyli dizayn qilishgan ekan. Eng asosiysi menga fasad qismi rosa ham yoqdi. Qaranglar, tepasida o'zini balkoni ham joylashgan ekan. Podvalga bu yoqdan tushib ketilgan. Ketdi, uy ichini ham birga ko'rib chiqamiz. 159 ming dollarga buni narxi juda ham zo'r. Birinchi bo'lib boshlaydigan joyim bu zal. Zalda o'zini orqa tarafdagi hovliga chiqadigan eshigi, yana panoramning oldi tarafga hovliga qaraydigan oynalari joylashadi. Kuxnyada o'zini mebellari qaranglar, hovlisi ham ko'rinib turadi. O'zini yashil territoriyalar ham joylashgan ekan. Bu yerda yosh qariyalar uchun o'zini bitta spalni xonasi, yana общий sanuzl joylashyapti. O'zini podval qismi ham bor do'stlar. Undan tashqari ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak, oppoq zinalari qaranglar, neoklassik uslubida chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda bitta spalni xonamiz, undan tashqari yana bitta detskiy spalni joylashyapti. Yana yonma-yon ikkita spalni xona ham joylashgan do'stlar, o'zini sanuzli bilan birga. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, videoga bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, yana bizga podpiska ham bo'lib qo'yinglar. Joylashuv joyi Yangi Tashmina.